Assalomu alaykum. Ismim Shukrullohxon. Ismim Parvina. Shukrulloh. Universitet davridanoq 4 ta loyiha amalga oshirdim. Hozirda onlayn ta'lim platformasi ustida ishlayapman. Men Londonda doimiy yashayman. Hozirda moliya sohasida xususiy kompaniyada ishlab, o'z karyeramni quryapman. Plymouth universitetini ketma-ket 3 ta scholarship asosida qisqa diplom bilan tamomlaganman va 23 yoshimda Buyuk Britaniyaning eng yosh universitet vakili bo'lib, scholarship jamoasi a'zosi bo'lganman. Hozirda esa Russell Groupga kiruvchi Durham universitetida eng katta scholarship asosida o'qiyapman. Biz Flyhigh jamoasimiz sizni bu yerda ko'rib turganimizdan chin dildan xursandmiz. Har yili minglab o'zbekistonlik studentlar Buyuk Britaniyaga o'qish uchun kelishadi. Lekin bizning yo'limiz faqat o'qishga kirish bilan tugamaydi. Universitetda o'qishni boshlash bu yangi hayot, yangi sinovlar va eng asosiysi yangi imkoniyatlar boshlanishini bildiradi. Afsuski, Buyuk Britaniya universitetlariga katta orzular bilan kelgan talabalar bu yerda barcha narsa ular kutgandek emasligini sekin-sekin tushunib yetishadi. Kimdadir universitet kutilgandek chiqmaydi. Kimdir ishlashni boshlaydi-yu, o'qishga ulgurmaydi. Kimdir esa o'z yo'lini topolmay, mentorlarsiz vaqtini, umrini va pulini yo'qotadi. Shu bilan birga hali Britaniyaga kelmaganlar orasida ham savollar ko'p. Qaysi universitetga borsam ekan? Qanday qilib grant yutsam ekan? O'qish, ishlash va hayotni bir vaqtning o'zida muvozanatli olib borishlik uchun nimalar qilishim kerak? O'zi umuman orzuyimdagi karyera qurishni, startap boshlash uchun Buyuk Britaniyada nimalar qilish kerak degan savol juda ham qiyin edi. Afsuski, bu yerda 1-2 yil yashamasdan turib mustaqil javob topish juda ham qiyin. Shu sababli biz sizdagi barcha savollarga javoblarni o'zimizning tajribamizdan kelib chiqqan holda bir qo'llanmada jamladik. Bu qo'llanmadagi yo'l yo'riqlar ChatGPT dan olingan emas. Bularning barchasi o'zimizning amaliy bosib o'tgan yo'limizdan olingan. Biz ham xuddi siz kabi talaba bo'lib kelganmiz. Xatolar qilganmiz, qiyinchiliklarga uchraganmiz va kurashganmiz. Natijada o'z yo'limizni topganmiz. Biz sizga shu yo'lni ko'rsatamiz. Siz biz qilgan xatolarni qilishingiz va biz bosib o'tgan noaniq yo'lni bosib o'tishingiz shart emas. Flyhigh bu Buyuk Britaniyada o'qish, karyera qurish yoki startap boshlashni o'rgatuvchi yagona o'zbek tilidagi kurs. Bu kurs sizni qopqonlardan saqlaydi. Siz nafaqat o'qishingiz, balki karyera va startap yo'llaringizni ham oldindan strategik rejalashtirasiz. Bu kurs reallikka asoslangan yo'l xaritasi. Tararing, qayerdansizlar? Assalomu alaykum azizlar. Tugagandi. Va shu bilan birga Talabalar kursimizda 20 ga yaqin xalqaro va mahalliy spikerlar qatnashdi. Ularning barchasi o'z sohalarida muvaffaqiyatga erishgan insonlardir. Kurs 3 qismdan iborat. birinchi bo'lim qanday qilib Buyuk Britaniyaning top universitetlariga scholarship asosida kirish. Ikkinchi bo'lim qanday qilib Buyuk Britaniya universitetlaridan maksimal foydalanish va undan o'z karyerangizni qurish yoki startap boshlashdagi tramplin sifatida foydalanish. Uchinchi bo'lim universitetni bitirganingizdan keyin qanday qilib katta kompaniyalarga ishga kirish va yoki o'z biznesingizni boshlashlikni ko'rib chiqamiz. Agar sizda barcha yo'l yo'riqlarni ko'rsatadigan aniq qo'llanma bo'lsa, unda 10 minglab funt sterling hamda umringizni 2-3 yilini tejashingiz mumkin. Bizda barcha masalalarni o'zida jamlagan qo'llanma yo'q edi. Sizda esa bor. Amaliy tajribalarimizga asoslangan holda yaratilingan kursimizni oling va Britaniyadagi har bir kuningizni maqsadingiz sari aniq strategiya bilan o'tkazing. Don't count days, make the days count.